Qachonki u yerga borsangiz, Alloh taolo sizga umra va haj ziyoratlarini ado etish imkoniyatini bersin. Amin. Inshaalloh sizga bir ruhiy amaliyotni aytib beraman. Rozai Rasul huzurlariga borsangiz, u yerda nima qilayotganimni aytsam. Men sevikli payg'ambarimizning muqaddas ziyoratgohlari tomon turaman. Demak, mening o'ng tomonimda Rozai Rasul sollallohu alayhi va sallam va chap tomonimda Al-Baqi qabristoni joylashgan. Keyin payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam muqaddas ziyoratgohlariga yuzlanib, Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Shundan so'ng yuzimni chapga Al-Baqi tomonga burib, Assalomu alayna va ala ibadillahi solihin deyman. U yerda dunyoning eng solih odamlari dafn etilgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oilasidan fazilatliroq hech kim yo'q. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamning ahli baytidan ko'ra Allohdan qo'rqadigan hech kim yo'q. Fatima az-Zahra oilasidan solihroq hech kim yo'q. Hech kim Ali oilasidan to'g'riroq, Hasan va Husayn avlodlaridan ko'ra fazilatliroq hech kim yo'q. Sidq, Foruq va Usmon va ularning hammasi o'sha yerda dafn etilgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sahobalari, tobiinlar, hayotlarida payg'ambar sahobalarni ko'rgan musulmonlar avlodlari va tobiinlar, o'z hayotlarida tobiinlarni ko'rgan musulmonlar avlodlari. Bu buyuk shaxslarning barchasi muqaddas Al-Baqi qabristonida dam olmoqda.